Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Ko'pchiligingizning hayolingizni band etgan, sizni tashvishga solgan, ba'zilaringizni esa umidlantirgan savol bor. 1 maydan boshlab katta qo'shimcha to'lovlar barcha uchunmi? Kim ko'proq oladi? Bu ma'lumot har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki u sizning cho'ntagingizga va oilangiz byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda va bu o'zgarishlar ko'plab fuqarolarning hayotini yaxshilashga qaratilgan. Ammo eng muhimi bu o'zgarishlarning qanday ishlashini, kimga tegishli ekanligini va qanday qilib ulardan maksimal darajada foydalanish mumkinligini tushunishdir. Shuning uchun men sizdan hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni so'rayman. Chunki bu ma'lumotni o'tkazib yuborish moliyaviy imkoniyatlaringizni boy berishga olib kelishi mumkin. Keling, bu murakkab masalaning barcha jihatlarini birgalikda oydinlashtiramiz. Muammoning mohiyati. Avvallari vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? O'zbekistonda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib borilmoqda. Ilgari ijtimoiy nafaqalar va pensiyalar tizimi ma'lum bir qat'iy qoidalarga asoslanar edi. Masalan, pensiyalar fuqaroning ish staji va olgan maoshiga qarab hisoblanardi. Nafaqalar esa asosan kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va bolali onalarga berilardi. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklari ham yo'q emas edi. Masalan, ayrim hollarda odamlarning real ehtiyojlari yetarli darajada qoplanmasdi. Byurokratik to'siqlar, hujjatlarni yig'ishdagi qiyinchiliklar va ma'lumotlarning yetarli emasligi tufayli ko'plab fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan yordamni to'liq ola olmasdilar. Bundan tashqari, ijtimoiy adolat tamoyili ba'zan to'liq ta'minlanmayotganlik hissi ham paydo bo'lardi. Chunki moliyaviy yordam hajmi har doim ham jamiyatdagi real iqtisodiy vaziyatga mos kelmas edi. Eng muhimi, mavjud yordam turlari ko'pincha aholining barcha qatlamlarini, ayniqsa iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelganlarni to'liq qamrab olmasdi. Endilikda, ya'ni urmaydan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. Mamlakatimizda yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi aholining ehtiyojmand qatlamlarini yanada samaraliroq himoya qilish, ularning turmush darajasini oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Gap shundaki, hukumat qator masalalarni o'rgangan holda inflyatsiya bosimi va aholining real daromadlarini oshirish zaruratini inobatga olib, yangi qo'shimcha to'lovlarni joriy etishga qaror qildi. Bu faqatgina pensiya yoki nafaqalarni indeksatsiyalash emas, balki aniq maqsadli qo'llab-quvvatlash choralarini o'z ichiga oladi. Asosiy farq shundaki, endi yordam faqatgina kam ta'minlangan deb hisoblanganlarga emas, balki muayyan ijtimoiy guruhlarga ham sezilarli darajada oshirilgan miqdorda taqdim etiladi. Bu o'zgarishlar faqatgina bir marta beriladigan to'lovlar emas, balki muntazam ravishda amalga oshiriladigan qo'shimcha to'lovlarni o'z ichiga oladi. Bu esa fuqarolarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Endi batafsilroq kimlar bu to'lovlarni olishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy qism. Kimga tegishli va kim tashvishlanishi shart emas. Bu yangi tartibga ko'ra aholining bir nechta asosiy guruhlari eng katta moliyaviy yordamni olish huquqiga ega bo'lishadi. Bu qatlamlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari. Bu guruhga ayniqsa va iki guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalar kiradi. Ilgari ularga berilgan nafaqalar tirikchilik uchun yetarli bo'lmasligi mumkin edi. Yangi qoidalar bo'yicha ularning nafaqalariga sezilarli qo'shimcha to'lovlar kiritiladi. Masalan, avvallari birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs minimal nafaqa miqdorida, aytaylik, hozirda 20 ming so'm atrofida nafaqa olgan bo'lsa, endi unga qo'shimcha 30-40 ming miqdorida ustama qo'shilishi mumkin. Bu degani, uning oylik nafaqasi 800 ming so'mdan oshishi kutilmoqda. Agar oilada nogironligi bo'lgan bola bo'lsa, u holda ota-onalardan biriga ham qo'shimcha yordam ajratiladi. Bu nafaqa bolaning tibbiy ehtiyojlarini qondirish, reabilitatsiya xarajatlarini qoplash yoki shunchaki oilaning umumiy moddiy ahvolini yaxshilashga yordam beradi. 2. Yolg'iz keksa fuqarolar va pensiyaning minimal miqdorini oluvchilar. Mamlakatimizda yolg'iz yashovchi keksa fuqarolarga alohida e'tibor qaratilgan. Ularga ko'pincha tibbiy xizmatlar, oziq-ovqat va
kommunal to'lovlarni to'lashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Yangi tartib bo'yicha yolg'iz keksa fuqarolarga, ayniqsa pensiyaning eng minimal miqdorini oluvchilarga katta miqdorda qo'shimcha to'lovlar ajratiladi. Tasavvur qiling, 75 yoshli bo'yijon pensiya miqdori atiga 6 million so'm. Bu summani hisobga olgan holda uning asosiy ehtiyojlarini qoplash juda qiyin. Endilikda uning pensiyasiga kamida 200 ming, 2 ming so'm qo'shimcha ustama berilishi kutilmoqda. Bu esa uning oylik daromadini sezilarli darajada oshiradi. Bu pullar uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga, oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga yoki kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashga yordam beradi. Kam ta'minlangan oilalar va ko'p bolali onalar. Ko'p bolali oilalarda, ayniqsa otasi yoki onasi nogiron bo'lsa yoki oilani boquvchi bir kishi bo'lsa, moliyaviy qiyinchiliklar ko'payadi. Yangi tartib aynan shu oilalarga qaratilgan. Ushbu toifadagi oilalar uchun nafaqalarning miqdori oshiriladi va ularga qo'shimcha ijtimoiy yordam paketlari taqdim etiladi. Misol uchun 3 nafar maktab yoshidagi farzandi bor. Ishsiz bo'lgan ayolga avvallari minimal miqdordagi bolalar nafaqasi, masalan, birinchi bola uchun 325 ming so'm, keyingilar uchun kamroq. Endi bu oilaning umumiy daromadi qashshoqlik chegarasidan past deb topilgan taqdirda nafaqa miqdori sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Yangi tartib bo'yicha bunday oilaga umumiy hisobda ming so'mdan million 500 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha yordam ajratilishi ehtimoli bor. Bu pullar bolalarning o'quv qurollari, kiyim-kechaklari va sog'lom ovqatlanishi uchun juda zarur. 4. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, boquvchisini yo'qotgan va ushbu turdagi nafaqa oladigan oilalarga ham qo'shimcha to'lovlar ajratiladi. Bu oilalar uchun moddiy ta'minot ayniqsa muhim, chunki ular ko'pincha asosiy daromad manbaidan mahrum bo'lishadi. Masalan, erini yo'qotgan va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor ayolning har bir farzandiga belgilangan nafaqaga qo'shimcha tarzda pul to'lanadi. Bu pul bola tarbiyasi va oilaning kunlik xarajatlarini qoplashga yordam beradi. 5. Vaziyat shartlari bo'yicha moddiy yordamga muhtojlar. Ba'zi fuqarolar, masalan, og'ir kasallikka chalinganlar, favqulodda vaziyatlar natijasida zarar ko'rganlar, masalan, tabiiy ofatlar ham maxsus moddiy yordam olishlari mumkin. Bu to'lovlar bir martalik yoki ma'lum muddatga berilishi mumkin. Ammo ularning miqdori ancha sezilarli bo'lishi kutilmoqda. Masalan, oilada operatsiya qilishga majbur bo'lgan bemor bo'lsa va oilaning daromadi belgilangan me'yordan past bo'lsa, unga operatsiya xarajatlarining bir qismini qoplash uchun 5 million so'mgacha bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi shart emas degan savolga javob esa, bu qo'shimcha to'lovlar asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga qaratilganligidir. Agar sizning oilangizning umumiy daromadi tirikchilik minimumdan ancha yuqori bo'lsa, moliyaviy jihatdan barqaror bo'lsangiz va yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy toifalarga kirmasangiz, ehtimol siz ushbu to'lovlarning asosiy qismiga kirmaysiz. Ammo shuni unutmaslik kerakki, mamlakatda ijtimoiy siyosat doimiy ravishda takomillashtiriladi va kelajakda boshqa turdagi qo'llab-quvvatlash choralari ham joriy etilishi mumkin. Shuningdek, bu videoda gapirilayotgan qo'shimcha to'lovlar faqat yuqorida sanalgan guruhlarga emas, balki ba'zi hollarda umumiy pensiya va nafaqa miqdorining inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilishini ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu degani, hatto yuqoridagi toifalarga kirmagan bo'lsangiz ham pensiya yoki nafaqangiz biroz oshishi mumkin, ammo eng katta ustama yuqoridagi guruhlarga beriladi. Ikkinchi asosiy qism, qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday ijtimoiy dasturda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan yordamni boy bermaslikka yordam beradi. Bir daromad chegarasi va oilaning jami daromadi tushunchasi ko'pchilik kam ta'minlangan degan tushunchani noto'g'ri tushunadi. Bu faqatgina bitta ishlamaydigan odamni anglatmaydi. Ijtimoiy himoya tizimida kam ta'minlangan oila maqomi oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadning belgilangan minimal darajadan, qashshoqlik chegarasidan past bo'lishiga asoslanadi. Masalan, agar sizning oilangizda 5 kishi bo'lsa va ularning umumiy oylik daromadi, pensiya, ish haqi, boshqa nafaqalar, mulk ijarasidan olingan daromadlar va hokazo har bir kishiga 20 ming so'mdan to'g'ri kelmasa, bu shartli raqam aniq chegara hukumat qarori bilan belgilanadi. Siz kam ta'minlangan deb hisoblanishingiz mumkin.
Ammo agar sizning oilangizda yashirin daromadlar mavjud bo'lsa, notishmiy faoliyatdan topilgan pullar va bu daromadlar hisobga olinmasa, sizga noto'g'ri ma'lumot berilgan deb topilib, nafaqadan mahrum bo'lishingiz yoki hatto ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun daromadlarni hisoblashda mutlaqo shaffof bo'lishingiz kerak. Ikki hujjatlar to'plamidagi kamchiliklar, qo'shimcha to'lovlarni olish uchun tegishli hujjatlarni to'liq va to'g'ri taqdim etish juda muhim. Kichik bir xato yoki biror hujjatning yo'qligi arizani rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan muammolar eski namunadagi pasport, nikoh yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarning yaroqsiz holati, ma'lumotnomalarning muddati o'tganligi yoki imzo va muhrlarning yo'qligi. Shuningdek, ba'zi holatlarda oilaning mulkini, uy-joy, avtomobil tasdiqlovchi hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Chunki bu mulklar daromad manbai sifatida hisobga olinishi mumkin. Masalan, agar sizning nomingizda bir nechta kvartira bo'lsa va ularni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, bu sizning daromadingiz hisoblanadi. 3. Muddati o'tgan arizalar va murojaat qilish tartibi. Aksariyat qo'shimcha to'lovlar uchun aniq murojaat qilish muddatlari belgilanadi. Agar siz ushbu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, sizga tegishli bo'lgan yordamni ola olmasligingiz mumkin. Ba'zi hollarda to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanadi. Masalan, umumiy pensiya indeksatsiyasi, ammo ko'p hollarda ayniqsa maqsadli qo'llab-quvvatlash uchun shaxsiy ariza bilan murojaat qilish talab etiladi. Masalan, agar siz ilgari temir daftar yoki ayollar daftariga kirmagan bo'lsangiz-da, hozirda shu ro'yxatlarga kiritilishingiz mumkin bo'lsa, siz bunga ariza berishingiz shart. 4. Hududiy farqlar va mahalliy byurokratiya. Ba'zi ijtimoiy dasturlarning amalga oshirilishi hududlarga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, ba'zi viloyatlarda qo'shimcha mahalliy dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa qo'shimcha yordam olish imkoniyatini beradi. Biroq bu har doim ham foydali bo'lavermaydi. Ba'zan mahalliy hokimiyat organlarida yoki mahalla fuqarolar yig'inlarida hujjatlarni ko'rib chiqish jarayonida tushunmovchiliklar yoki kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa fuqarolarning haqli noroziliklariga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'z hududingizdagi aniq qoidalar va tartiblar haqida mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlaridan aniq ma'lumot olish juda muhimdir. Qo'shimcha to'lovlar soliqqa tortiladimi yoki yo'qmi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Odatda ijtimoiy nafaqalar va qo'llab-quvvatlash to'lovlari soliqqa tortilmaydi, biroq bu har doim ham shunday emas. Ba'zi bir martalik katta miqdordagi moddiy yordamlar soliqqa tortilishi mumkin. Bu masalada ham tegishli organlardan aniqlik kiritish lozim. Agar siz birdaniga juda katta miqdordagi mablag'ni qabul qilsangiz, bu sizning umumiy daromadingizga ta'sir qilib, boshqa imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkinligini ham unutmaslik kerak. 6. Bir nechta nafaqa turlari bilan o'zaro aloqa. Agar siz bir vaqtning o'zida bir nechta nafaqa turini olsangiz, masalan, nogironlik nafaqasi va bolalar nafaqasi, yangi qo'shimcha to'lovlar ularning har biriga alohida qo'shiladimi yoki umumiy summadan hisoblanadimi degan savol tug'ilishi mumkin. Odatda har bir nafaqa turi o'zining qoidalariga ega va ular mustaqil ravishda hisoblanadi. Biroq ba'zi dasturlar bir-birini istisno qilishi mumkin. Bu holatlarda ham mutaxassislar bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ijtimoiy ta'minot tizimida firibgarlik holatlari ham uchrab turadi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank kartangiz raqamini shubhali telefon qo'ng'iroqlari yoki xabarlar orqali bermang. Barcha rasmiy ma'lumotlar faqatgina davlat idoralarining rasmiy saytlari yoki e'lonlarda chop etiladi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerakligi haqida aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz lozimligini aniq ko'rsatib o'taman. Bir qadam, huquqingizni aniqlang va ma'lumotlarni to'plang. Birinchi navbatda, siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarning qaysi biriga kirishingizni aniq belgilab olishingiz kerak. Keyin shu toifaga tegishli bo'lgan aniq talablar ro'yxatini topishingiz lozim. Buni quyidagi yo'llar bilan amalga oshirishingiz mumkin. Rasmiy manbalarni o'rganing. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya milliy agentligining rasmiy veb-sayti WIHUZ, Pensiya jamg'armasining veb-sayti, Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan hujjatlar, shuningdek mahalliy hokimiyat organlarining rasmiy sahifalarini muntazam ravishda kuzatib boring. Yangi qarorlar va ularning tafsilotlari aynan shu yerlarda e'lon qilinadi. E'tibor bering.
barcha rasmiy hujjatlarda har doim qaror raqami, qabul qilingan sanasi va kuchga kirish muddati aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Bu sizga ma'lumotning ishonchliligini tekshirishga yordam beradi. Ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Siz yashayotgan hududdagi ijtimoiy himoya bo'limi avvalgi fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'inlari qo'shidagi ijtimoiy xodimlar yoki Xalq banki filiallariga shaxsan borib, mutaxassislardan maslahat olishingiz mumkin. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizni o'rganib, qaysi turdagi yordamga haqli ekanligingizni aniqlashda yordam berishadi. Bu yerdagi mutaxassislar sizga nafaqalar va pensiyalarni hisoblashning aniq mexanizmlari haqida ham ma'lumot bera oladilar. Ishonch telefoni orqali bog'laning. Ko'pchilik vazirlik va idoralar, shu jumladan ijtimoiy himoya tizimi ham ishonch telefonlariga ega. Bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bu ayniqsa band bo'lgan yoki joydan uzoqqa bora olmaydigan fuqarolar uchun qulay usuldir. 2 qadam. Zarur hujjatlarni to'plang. Huquqingizni aniqlab olganingizdan so'ng sizga talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini tuzing va ularni to'plashga kirishing. Hujjatlar ro'yxati siz murojaat qilayotgan nafaqa yoki qo'shimcha to'lov turiga qarab farq qilishi mumkin. Ammo asosiylari quyidagilardir. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, o'zingizniki va barcha oila a'zolaringizniki. Pasportingizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Agar u muddati o'tgan bo'lsa, avval uni yangilashingiz kerak bo'ladi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, voyaga yetmagan bolalaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar bolalaringiz yangi tug'ilgan bo'lsa va guvohnoma hali olinmagan bo'lsa, tezda olish choralarini ko'ring. Nikoh yoki ajrim haqidagi guvohnoma, oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjat. Agar ajrashgan bo'lsangiz va aliment to'lash haqida sud qarori bo'lsa, uni ham ilova qiling. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma, oxirgi 12 oy davomidagi ish haqi, pensiya, nafaqa yoki boshqa daromadlar haqida ma'lumotnomalar. Agar siz rasmiy ish joyiga ega bo'lmasangiz, bandlik markazidan yoki mahalladan ishsizlik holati haqida ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, soliq organlaridan daromadlar haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Nogironlik haqida ma'lumotnoma. Agar oila a'zolaridan kimdir nogiron bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining tamagi xulosasi. Ushbu hujjatda nogironlik guruhi va uning muddati ko'rsatilgan bo'lishi shart. Boquvchisini yo'qotganlik haqidagi guvohnoma. Agar siz boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, marhumning o'limi haqidagi guvohnoma. Bank hisob raqami rekvizitlari, mablag'lar o'tkaziladigan bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotlar. Bu sizning plastik kartangiz bilan bog'liq bo'lgan hisob raqami bo'lishi mumkin. Mulkchilikka oid hujjatlar ba'zi hollarda. Agar sizda ko'chmas mulk, uy, kvartira, yer uchastkasi yoki transport vositalari, avtomobil mavjud bo'lsa, ularning egaligi haqidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa oilaning daromadini aniqlashda qo'shimcha ma'lumot sifatida so'raladi. Hujjatlarning barcha nusxalari tasdiqlangan bo'lishi va asl nusxalar bilan birga taqdim etilishi kerak. 3 qadam. Arizani to'g'ri to'ldiring va topshiring. Hujjatlar to'plangandan so'ng siz tegishli arizani to'ldirishingiz kerak. Arizani qayerdan olish kerak? Arizaning standart shaklini ijtimoiy himoya bo'limidan, Xalq banki filiallaridan yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan my.gov.uz yuklab olishingiz mumkin. Qanday to'ldirish kerak? Arizani diqqat bilan xatosiz to'ldiring. Barcha savollarga aniq va to'liq javob bering. Bo'sh qoldirilgan joylar yoki tushunarsiz yozuvlar arizani qaytarib yuborishga sabab bo'lishi mumkin. Agar biror qismini qanday to'ldirishni bilmasangiz, mutaxassisdan yordam so'rang. Masalan, oila tarkibi haqidagi bo'limda har bir oila a'zosining tug'ilgan sanasi va qarindoshlik darajasi aniq ko'rsatilishiga ishonch hosil qiling. Agar oilada vaqtincha biror a'zo yo'q bo'lsa, masalan, chet elda ishlayotgan bo'lsa, bu ham arizada aks ettirilishi kerak. Qayerga topshirish kerak? Arizani to'plangan hujjatlar bilan birga ijtimoiy himoya bo'limiga shaxsan topshirishingiz mumkin. Hozirgi kunda aksariyat ijtimoiy xizmatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali ham onlayn tarzda taqdim etilmoqda. Agar onlayn topshirish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, bu vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishga hojat qolmaydi. 4 qadam. Arizaning ko'rib chiqilishini kuzating va natijani kuting. Arizani topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib borishingiz kerak. Murojaatingiz holatini tekshirish. Agar onlayn ariza topshirgan bo'lsangiz, my.gov.uz portali orqali
uning holatini kuzatishingiz mumkin. Shaxsan topshirgan bo'lsangiz, sizga ariza qabul qilinganligi haqida kvitansiya beriladi. Bu kvitansiyada ariza raqami va topshirilgan sana ko'rsatilgan bo'ladi. Ushbu raqam orqali siz keyinchalik murojaatning o'lati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Qarorni kuting. Belgilangan muddat ichida arizangiz ko'rib chiqiladi va sizga ijobiy yoki salbiy javob beriladi. Odatda bu muddat 25-30 kunni tashkil qiladi, ammo ba'zi murakkab holatlarda uzoqroq davom etishi mumkin. Agar ijobiy qaror qabul qilinsa, sizga qo'shimcha to'lovlar qachondan boshlab hisoblanishi va qanday tartibda to'lanishi haqida ma'lumot beriladi. Rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, sizga rad etish sabablari yozma ravishda tushuntirilishi kerak. Ushbu sabablarni diqqat bilan o'rganing. Agar siz rad etish sabablari asossiz deb hisoblasangiz yoki hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etishingiz mumkin bo'lsa, siz yana qayta ariza topshirishingiz yoki yuqori turuvchi organlarga, masalan, prokuraturaga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. 5 qadam: mablag'larni qabul qilish va ulardan samarali foydalanish. Agar arizangiz ma'qullansa, mablag'lar sizning bank hisobingizga yoki plastik kartangizga o'tkaziladi. Bu pullardan oilangizning ehtiyojlari uchun o'qilona foydalanish juda muhim. Ularni faqatgina dolzarb ehtiyojlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, kommunal to'lovlar uchun sarflang, imkon qadar. Bu mablag'larning bir qismini tejab bo'lishga harakat qiling. Chunki kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuni unutmangki, har bir qadamda shaffoflik va aniqlik juda muhim. Hujjatlaringizni tartibda saqlang. Barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqing va agar shubhalar paydo bo'lsa, mutaxassislardan maslahat so'rashdan tortinmang. Bu sizning huquqingiz va davlat tomonidan berilayotgan yordamdan samarali foydalanish imkoniyatingizdir. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar. Bugun biz 20 oydan boshlab kuchga kiruvchi qo'shimcha to'lovlar haqida juda batafsil gaplashdik. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatimizning o'z fuqarolarga bo'lgan g'amxo'rligining yaqqol namunasidir. Eng muhimi, bu ma'lumotni to'g'ri tushunish, o'zingizga tegishli bo'lgan imkoniyatlarni o'tkazib yubormaslik va amaliy qadamlarni to'g'ri bajarishdir. Siz endi kimlar ushbu to'lovlarni olishi mumkinligini, qanday istisno va noaniq nüanslar borligini, shuningdek, qanday qilib hujjatlarni to'g'ri to'plash va arizani topshirish kerakligini bilasiz. Bu ma'lumotni o'z oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz bilan ulashing. Balki ular ham bu imkoniyat haqida bilmasligi mumkin. Har bir fuqaro o'zining huquqlarini bilishi va ulardan foydalana olishi kerak. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu sizning oilangizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Balki sizda qo'shimcha savollar paydo bo'lgandir. Ularni ham izohlarda yozing. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni unutmang. Chunki bu videoning boshqa odamlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Va eng muhimi, kanalga obuna bo'ling, toki bizning keyingi muhim ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormang. Siz bilan har doim muhim va dolzarb mavzularda uchrashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.